Nega kire alбай turдуңуз? Киргизбей аттыбы, жемне? Жазылбай калган экенбиz. Şoförler var ekan, kelib men bilan urushib ketdilar. Aka, baribir nima bo'lsa, men ishchilarimga haq to'lashim kerak. Do'stlar, bu videoga befarq bo'lmang, chunki bu video katta ahamiyatga ega bo'lgan video. Ko'rdim, hayratda qoldim. Do'stlar, o'zingizlar ko'ringlar, baho beringlar videoga. Qirg'izistonda hamda Namangonda bo'lgan voqea. Ikkalasiga baho bering. Bittasi katta prezident, bittasi oddiy hokim. Ko'ringchi, vaziyatga baho berib ayting qani. Qaysi biriga respekt bergan bo'lasiz? Qaysi biriga respekt ayting? Men sizga birinchi suro'm mundayda. Nega kire alбай turдуңуз? Киргизбей аттыбы, жемне? Жазылбай калган экенбиz. Жазуу менен киргизип атасыңарбы? Барбы дагы сыртта турган кире албай? Эми билбейм. Сыртта тургандар барбы дагы кире албай? Же жок? Кудайдан болуп чакырып калышты, кирип калдым. Так, охрана деги ким? Сыргак. Яраслан Сыргак. Кире албай турабыз дегендердин бардыгын текшерип, металлистке меңер менен киргизгиле могут. Те артында тегерегинде тура берсин батышынча. Давай, срочно киргизгиле. Tuman hokimining o'sha yordamchilarini bilmayman, shofyorlar bor ekan, kelib men bilan urushib ketdilar. Aka, baribir nima bo'lsa, men ishchilarimga haq to'lashim kerak. Ekologiyaga pul to'layman, kompensatsiya to'layman. Holatini to'g'ri tushuning desam, men bilan urushib ketdilar. Ichki ishlar bo'limidan hozir odam chaqiraman, 15 minutga qolmasdan seni qamab qo'yadi. Haqiqatan o'sha oradan bir 2-3 minut o'tgandan keyin o'sha tuman ichki ishlar bo'limidan kelib meni qo'limga kishan solib olib ketyapti.